Qanaqasiga mani ukam aybdor bo'ladi? Aniq dalillaringiz bormi o'zi? To'g'ri tushuning mana. 50 ming dollar kichkina pul emas aka. Agar aybing isbotlansa bilasanmi? Qamalishni xohlamayman aka. Onangiz og'ir yurak xurujidan boshdan o'tkazdi. Zudlik bilan 35 million pul kerak. Ket bu yerdan. Chiq. Shoshma. Har qanaqa ishga tayyorman dedingmi? Yolg'on guvohlik berishga rozimisan? Siz ko'rgan odam bu odamning ichida bormi? Mana shu. Hammasini aytganingizdek qildim aka. Meni nohaqlik bilan qamashdi Zulayxo. Ukamni qo'yib yuborishingizni talab qilaman. Seni Xudoga soldim. Bu dunyoda xor bo'lmasang rozi emasman. Xuddi kinodagidek bo'ldi hammasi. Taqdirlar ertaga 18:00 da Sevimlida tomosha qiling.